Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka-ukalar uchun yo yaqin o'rtoqlar uchun zo'r xonadonlarimiz sotuvga chiqdi. Ikkita yonma-yon podyezddan 3 xonali 2 xonali narxiga bunaqa juda kamdan kam chiqadi bunaqa variantlarimiz. Uyimizni tanishtirib o'tib ketaman. Kiraverishimiz holini ko'ryapsizlarmi? Juda katta, juda keng. Manzilga keladigan bo'lsak, Sergeli, Yangi Darxon 3 mahallasida joylashgan 3 xonali kvartiralarimiz. 16 qavatli binoni 16-qavatida 2 xonali kvartiralarimizdan ham arzonga chiqdi. Uzun koridor, hammom tualeti alohida xonalari ham razdinli joylashtirilgan. Ko'rib turibsizlar, domofonlarigacha bor. Novostroyka uyimiz. Bu yoqda oshxonasi, o'zining oshxonasida gaz plitalari, двухконтурный kotyolari bor. Bu radiatorda isitiladi. Radiatorda isitiladigan nomlardan dokumentlari hamma narsa tayyor. Uzun boshda adashib ketdim. Razdinlik ichma joylashgan. Chunki ikkala 3 xonali sanuzillari ichma joylashtirilgan. Bu yog'ini zal hisobida. Bu yog'i esa детский qilib qo'ysanglar bo'ladi, yo bo'lmasa родительский spalni. Bunisi ikkinchi spalni. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda balkoni bor. Buni ko'pincha agar xohlasanglar buni родительский qilib qo'ysanglar, mamlakatga chiqib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Balkoni ham normalniy, mana ko'rib turibsizlar, tashqari atmosferasini, parkovkalari, magazin, bog'cha hamma narsa mavjud. Agar olaman desanglar, investitsiya uchun ham zo'r uyimiz. Bitta remont qilib, bemalol 55-56 larga ham sotsanglar bo'ladi. Agar shu turishda ham sotsanglar bo'laveradi. Uyimizning narxini oxirida aytib ketaman. Bunaqa narxga, bunaqa variant chiqishi juda qiyin. Shundan to'g'riga boramiz. U ikkinchi xonadonimiz joylashgan. Bu uyimiz ikki tarafga qaragan, skvoznoy hisoblanadi. Koridorni ko'ryapsizlar. Juda uzun, juda keng joylashgan. Haytishli eshiklarimizda qo'yilgan. Bitta aboy qo'ysangiz juda shikarli xonadon bo'ladi. Bu uyimizning xonalari juda katta. Chunki u 72 kvadrat, bu 75-76 kvadrat hisoblanadi. Uyimizga kirgandan bunisini zal qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bunisi родительский emas, детский qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu детскийga, chunki родительский spalni mana bu hisoblanadi. Ko'rib turibsizlar, o'zining balkonlari bor. Mana bu esa oshxonasi ham narigiga nisbatan bu kattaroq sal. Chunki narigiga nisbatan buni ham narxi $2000 razlisa beradi. Juda zo'r shikarli kvartiralarimiz sotuvga chiqdi. Manzilni yana bitta tanishtirib o'tib ketaman. Sergeli, Yangi Hayot tumani, Yangi Darxon 3 mahallasida joylashgan Navruz ko'chada metroga 1,5-1,2 kilometr atrofida chiqadi. Ijaraga berib qo'yaman desanglar, bemalol mebel texnikalarni olib kelsanglar $500 dan qo'yib beraman. Eshiklarni ham ko'ryapsizlarmi? Shishali, juda zo'r eshiklar qo'yilgan, qalin eshiklar. Uyimizda Novostroyka, hali hech kim odam kirib yashamagan. Uyimizda taniqlariga keladigan bo'lsak, narxi uyimiz 51.500 AQSh dollari. Va mana bu 3 xonali 2 tarafga qaragan uyimiz 53.500 AQSh dollari. Shoshilib qolinglar, pastdan olmanglar, qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi. Bunaqa variantlarimiz uzoq vaqt turmaydi. Rasmlari shunday Telegram kanalimga joyladim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.